Assalomu do'stlar, men sizlar bilan Xudoyberdi bo'laman. Bugungi videomizda men Robloxda top 3 ta, top 5 ta ekan, top 5 ta qiziqarli o'yinlarni aytib o'taman. Bu 5-o'rnimizni egallagan bu Mr Beast Island Escape. Eslab qo'yinglar. 4 kishi bo'lib o'ynasangiz bo'ladi. Bitta shunaqa joyda, shunaqa sohilda yashab qolishingiz kerak bo'ladi. Albatta buni do'stlaringiz bilan o'ynab ko'ringlar. Keyin ikkinchi o'rnimizda mana Survive 7 Days in Arctic degani bu o'sha Arktikada 7 kun yashab qolsangiz, qarochi zo'rsizda, ammo 3-o'yinimiz bu yerda xohlagan joylaringga borasizlarda, yashirinib olasizlar. Bu kimdir ish qilib sheriklaringizdan bittasi sizlarni otish kerak bo'ladi-da. Sizlar bu joyga borib olasizlar, o'zlaringning ranglaringni bo'yab olasizlar. Qarochi zo'r bo'ladi. Shu o'yinlarda albatta o'rtoqlaringiz bilan o'ynab ko'ringlar, keyin bizga kommentda yana qanaqa o'yinlarni o'ynab olib chiqaylik yoki yana qaysi o'yinlarda tanishtiray o'shani albatta yozib ketinglar. Sizlar bilan men Xudoyberdi bo'ldim. Hammaga rahmat.